Bugun sizlar bilan Abror savdo majmuasida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan bolalar kiyim do'koni haqida gaplashamiz. Bu do'konni menimcha hammamiz bilsak kerak. Bu do'konimizda ko'rishlar mumkin barcha detskiy kiyimlar sotilar ekan. Sarvar akamiz o'zi hozir sizlarga to'liq tushuntiradi. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, hurmatli xaridorlar. Mana bizning do'konimizga yangiliklar keldi. Xudo xolisa maktab forma, kastam shimlar, bu yoqda tuflilar, bu yoqda yakka shimlar, oq ko'ylaklarimiz, mana bolajonlarimiz ajoyib kamzullarimiz keldi. Xudo xolisa bomba narxlarda, arzonroq narxlarda beramiz. Bu do'konimizda eng sifatli bo'lgan bolajonlarimiz uchun kastam shimlar, oyoq kiyimlar, futbolkalar, xullas kalom barcha turdagi kiyimlarda topishingiz mumkin ekan. Hammalarni albatta kutib qolamiz. Eng qiziq tomoni do'konimizga kelgan har bir mijozlar uchun raddomda orqasidagi stankamiz mutlaqo bepul ekan. Shuning uchun hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Bugun sizlar bilan Abror savdo majmuasida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan bolalar kiyim do'koni haqida gaplashamiz. Bu do'konni menimcha hammamiz bilsak kerak. Bu do'konimizda ko'rishlar mumkin barcha detskiy kiyimlar sotilar ekan. Sarvar akamiz o'zi hozir sizlarga to'liq tushuntiradi. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, hurmatli xaridorlar. Mana bizning do'konimizga yangiliklar keldi. Xudo xolisa maktab forma, kastam shimlar, bu yoqda tuflilar, bu yoqda yakka shimlar, oq ko'ylaklarimiz, mana bolajonlarimiz ajoyib kamzullarimiz keldi. Xudo xolisa bomba narxlarda, arzonroq narxlarda beramiz. Bu do'konimizda eng sifatli bo'lgan bolajonlarimiz uchun kastam shimlar, oyoq kiyimlar, futbolkalar, xullas kalom barcha turdagi kiyimlarda topishingiz mumkin ekan. Hammalarni albatta kutib qolamiz. Eng qiziq tomoni do'konimizga kelgan har bir mijozlar uchun raddomda orqasidagi stankamiz mutlaqo bepul ekan.